Biloljon aka, mana shu Dux Ekstazi rostdan 7 ming atrofida turadi. Da, aka, rostdan 7 ming atrofida turadi. Bu xrustaldan ishlangan. Xo'p, bu mashinani oladigan akalar menimcha xarakteristikasi qiziq bo'lmasa ham, lekin shunday ham xarakteristikasini tushuntirib o'ta olasiz? Valloh aka. Ushbu Spectre emas, 102 kilovatli akkumulyator bilan jihozlangan, 585 tot kuchiga ega. 0 100 km/soatiga 4,5 sekundda chiqadi. To'liq zaryad bilan 530 km masofa bosib o'ta oladi. O'rtoqlar, bu mashinani hozir ichki qismini bitta qisqacha obzor qilamiz. Narxini har doimgidek oxirida aytib o'tamiz. Qani, Ketdi aka. Bu only full ko'rib turganingizdek Yevropadan olib kelganmiz. Asl nappa charm bilan tikilgan Hamma yo'g'i charmmi aka buni? Hamma joyi charm aka. Original. Original. Gap Qo'lda tikilgan hammasi. Syozli nebalari bor, patologik eshiklarida, abtuf, abagrev, massaj, hamma narsasi bor. Head up, nочной видениялari ham bor aka. Bilol aka, mana shu zontiga ko'zim tushib qoldi. Bu ham paloming tursa kerak. Yo'q aka, bu qimmat narsa emas. Где-то 1000 atrofida turadi. Yo'q. Uni qo'yavering siz. Xo'sh. Hozir sizga bir qiziq narsa ko'rsataman. Shu liniyasini o'zini bitta odam chizadi, Rolls-Royce'da, kompaniyada, shu zavodda. Где-то 2000-3000 ketadi, qo'lda chizadi, ruchnoy. Okey, mana shu mayda detalni o'zi 2-3 ming tursa, zontini o'zi 1000 dollar tursa, mashinani o'zi necha pul turadi? Unda mashina narxini hozir aytamiz. Okey, bu mashinani sotganingizdan keyin уже qanaqa statusdaligingiz bilinadi sirazi. Roskish haqiqiy, komfort, bomba apparat, narxi, Okey, ayta qoling narxini. narxi 580 ming, O'zbekistonda eng zo'r narx aka, hozirgi vaqtda. Hozirgi paytda eng arzon mashina sizlarda. Ha, O'zbekiston bo'yicha Spectre. Gap bo'lishi mumkin emas, hurmatli obunachilar, hozirgi paytda eng arzon Rolls-Royce Bilol akamda ekan. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol Bilol akamga murojaat qilsanglar bo'ladi. Bizning videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like ayamaysizlar. Sizlar bilan Bilol akam hamda Benefit Motors bo'ldi. Salomat bo'linglar.